Kelin alohida yashash tarafdoriman. Chunki bitta uyda bitta xozayka bo'ladi. Uy bekasi. Masalan, meni uyimda men uy bekasiman. Пожалуйста, kelin ham o'zini uyda uy bekasi bo'lsin. Bemalol yursin pijamada, bemalol yashasin, tam qanaqa kiyingisi kelsa, qanaqa hazil mutoyiba qilgisi kelsa, mazza qilib yashasin. Mazza qilib yashasin. Menga kerak emas uyimda 24 soat kelin men bundoq qilib amringizga muntazirman deb turishi. Men malika emasman, men shahzodaning onasi emasman, qirolicha emasman. Men oddiy ayolman. U ham oddiy ayol. U ham yashagisi keladi, men ham erkin yashagim keladi. Eng qizig'i, kelindan mana shu ko'p narsani talab qiladigan onalar o'zi ham mazza qilib yashamaydi. O'zlari ham qanaqadir qoliplar asosida yashaydi. Men kelin alohida yashash tarafdoriman. Chunki bitta uyda bitta xozayka bo'ladi. Uy bekasi. Masalan, meni uyimda men uy bekasiman. Пожалуйста, kelin ham o'zini uyda uy bekasi bo'lsin. Bemalol yursin pijamada, bemalol yashasin, tam qanaqa kiyingisi kelsa, qanaqa hazil mutoyiba qilgisi kelsa, mazza qilib yashasin. Mazza qilib yashasin. Menga kerak emas uyimda 24 soat kelin men bundoq qilib amringizga muntazirman deb turishi. Men malika emasman, men shahzodaning onasi emasman, qirolicha emasman. Men oddiy ayolman. U ham oddiy ayol. U ham yashagisi keladi, men ham erkin yashagim keladi. Eng qizig'i, kelindan mana shu ko'p narsani talab qiladigan onalar o'zi ham mazza qilib yashamaydi. O'zlari ham qanaqadir qoliplar asosida yashaydi.